Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, harbiy sohaga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida Qarshi shahrida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bir qator tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, shaharda 7-14 umumiy o'rta ta'lim maktablarida chaqiruvga qadar boshlang'ich ta'lim rahbarlari ishtirokida Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyidan podpolkovnik Do'stjanov Damir va oliy toifali o'qituvchilar ishtirokida 9-sinf o'quvchilarini o'qishga kirish uchun targ'ibot tashviqot tadbiri olib borildi. Qashqadaryo viloyatidagi iqtidorli yoshlarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan Xorazm viloyatidagi Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyga o'qishga taklif qilish maqsadida maktablardagi o'qituvchilar bilan seminar trening tashkillashtirdik. Bunda seminar treningda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi chaqirqacha yoshlarni tayyorlash o'qituvchilari ilg'or qatnashdi. Maqsadimiz yoshlarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalash. Tadbir davomida litseyda yaratilgan shart-sharoitlar, amaliy va nazariy fanlarni o'qitish uslublari, darslarda qo'llaniladigan ko'rgazmali o'quv qurollari hamda o'quv moddiy bazalari haqida ma'lumotlar berildi. Qiziqarli suhbat davomida o'quvchilar barcha savollarga to'liq javob olishdi.